Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Mana kivimiz yana gulladi. Bu yil 3-yili gulladi. Chiroyli bo'lib. Lekin hosil bermaydi nuqul. Nimaga bu hosil bermayapti deb qiziqib ko'rsak, bu o'g'il bolasi ekan mana. Mana bu mevasi kichkina, ham uchi yo'q. Bu changlatuvchi ekan. Meva beradigan qiz bolasida mana uchidan chiqqan mo'ylov bo'lar ekan, 5-6 tali. Bu changlatadi. Lekin hosil bermas ekan. Endi biz ham meva beradigan qiz bolasidan ishimiz kerak ekan. Mana hech qaysi uchi yo'q. Nimaga mani kivim meva bermayapti desangiz, sizlar ham shu guliga e'tibor berib ko'ringlar. Balki sizlarniki ham o'g'il bolasi yoki erkagi bo'lishi mumkin. Endi biz ham meva beradigandan eksu, xudo xolasa bu changlatib berar ekan. Ungacha faqat yana 2-3 yil kutishga to'g'ri keladi.